0dan 5 oy ichida topik va SK imtihonlaridan 3 ko'p oldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'z haqingizdan gapirib berasiz. Meni ismim Ro'zatbek, yoshim 21da. Gittopik o'quv markazidan 0dan koreys tilini boshlaganman va 5 oy davomida 2 ta imtihonga kirdim. Topik va SK imtihonlariga kirdim va ikkalasidan ham 3 ko'p oldim. SK imtihoni qanaqa? SK imtihoni bu Sejong tomonidan o'tkaziladigan koreys tilini bilish imtihoni hisoblanadi. Topikdan asosiy farqi unda maragay qismi ham bo'ladi. Men 8-SK imtihoniga kirdim va 3 ko'p oldim. 5 oy faqat standart guruhda o'qiganmisiz? 5 oy 4 oy standart guruhda o'qiganman. Shundaydan 0dan boshlab va 1 oy topik gruppasida o'qiganman. Shunda 1 oyda o'qigansiz. Rostdan bir oyda o'qiganmisiz? Shunday desam bo'ladi. Hozir topik oldingiz. Koreyaga o'qishga qachon ketmoqchisiz? Topikni endi men yanada kuchaytirmoqchiman, yuqori darajalarga harakat qilmoqchiman va keyingi yilga xudo xohlasa magistraturaga ketmoqchiman. Demak, bakalavr bu yerda o'qigansiz? Ha, bakalavr bu yerda o'qiganman. Qaysi universitetda o'qigansiz? Bakalavr bu yerda Tatuda o'qiganman. Tatuda mobil simlar yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Endi keyingi yilga magistraga ketmoqchiman. Topik imtihoniga birinchi marta kirishingiz? Ha, birinchi kirishim Qanday topik. taassurotlar bo'ldi? Topik imtihoniga kirganimda taassurotlar yaxshi bo'ldi. Birinchisi bo'lganiga baribir sal hayajon bo'ldi. Lekin ko'proq o'z ustimda ishlaganim, ko'proq harakat qilganim uchun hayajonlarni yengish uncha qiyin bo'lmadi. Bor maslahatlaringizni bersiz, o'z temaga va koreysni o'rganmoqchi bo'lganda. Maslahatim birinchi o'rinda o'ziga bo'lgan ishonch bo'lish kerak, sabrli va qat'iyatli bo'lish kerak. Koreys tilini agar koreys tili orqali o'z kelajagini ko'ra olsa, bu yo'lda hech qachon to'xtamash kerak, harakatdan to'xtamash kerak. Va eng muhimi o'zini boshqalar bilan solishtirish kerak emas. Chunki har kimning yo'li har xil. Siz o'z natijangiz uchun kurashasiz. Shuning uchun men 5 oy ichida 3 ko'p olgan bo'lsam, demak siz ham qila olasiz. Agar siz ham qisqa muddat ichida mana shunday topik natijalarga erishmoqchi bo'lsangiz, sizlarga Gittopik o'quv markazini tavsiya qilaman. Hammani Gittopikda kutib qolamiz.